Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy doiralari Xitoy hukumatida vazifa o'tayotgan Uyg'ur amaldorlarini jazolash yo'li bilan ulardan pul undirmoqda. 2021 yil 2 oyning 3 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonning shimoliy rayonlarida Xitoy hukumatida vazifa o'tayotgan Uyg'ur amaldorlar poraxo'rlik bilan ayblanib tutildi ekan. Ondan muddatsiz qamoq yoki o'lim jazosiga hukm qilindi ekan. Jazolangan Uyg'ur amaldorlarning oilasi va urug' tuqqanlari Xitoy doiralari talab qilgan pulni tayyorlab bergandan keyin Uyg'ur amaldorlar qo'yib berildi ekan. Xitoy doiralari talab qilgan pul intayin ko'p bo'lib, jazolangan Uyg'ur amaldorlarning butun urug' tuqqan, hatto chet elda yashayotgan bola-chaqalarimi bu pulni tayyorlashga majbur bo'lgan. Eng yaqinqi jazmlashgan bir uchurda bir Uyg'ur boshliqning qo'yib berilishi uchun Xitoy doiralari 2 million Xitoy puli olgan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga Pompioni tillab sinchi ishlash seligi solgan. 2021 yili 1 oyning 31 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, 1 oyning 19 kuni Amerika davlat ministrligi Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib olgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonning ham yerda Pompeo qarshi tashviqot boshlagan bo'lib, Xitoy hukumatining qatma-qat besimda ezilayotgan Uyg'urlar amdi Pompeoni tillab sincha, ya'ni qisqa video ishlab topshirishi kerak ekan. Amerikaning yuqorqi qaroridan keyin Sharqiy Turkistonning vaziyati texnik jiddiylashgan bo'lib, yo'l to'sib kimlik va telefon tekshirish ko'paygan. Uyg'ur xalqi Xitoy zulmidan qutulishni to'rt ko'zi bilan kutmoqda. 2021 yili 1 oyning 31 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoyning zulmi ostida Uyg'urlarning holi chidag'isiz holga kelgan bo'lib, ular Xitoyning halok bo'lgan kunlarini zoriqib kutmoqda va shundaqla erkin dunyodagi qarindoshlarining biror ish qilishiga zor bo'lmoqda ekan. Sharqiy Turkistonda 70 va 80 yoshli mo'maylarning va 103 yoshga kirib qolgan buvayning beshiga qora xalta kiydirib tutib ketilishi odatga ishlarga aylanib qolgan. Telefon tekshirish masala ko'rilgan yoki saqli sal o'sib qolgan kishilarni yo'lda tutib ketilgan ishlar umumyuzlik ahvollar ekan. Xitoy Antony Blinkenning kelmat murojaatini rad qildi. New York pochtasi gazetining 28 yanvardagi xabariga qaraganda, Xitoy Kommunistik partiyasi Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlari qarta elib bo'lgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik ekanligi qo'shilganligi sababli kelmat o'zgarishi masalasida hamkorlash iltimosini amaldan qoldirgan. Xabarda deyilishicha, Xitoy diplomatiya ministrligi Twitterda e'lon qilgan yangi bayonotida Blinkenni Xitoyning ichki ishlariga aralashgan, davlat manfaatiga ziyon solgan deb ayblagan va bundaq ahvolda yer shari xarakterlik kelmat ishlarda hamkorlashish mumkin emas deb jar solgan. Xabarda yana Biden hukumatining 2 trillion dollarlik kelmat o'zgarishi planini e'lon qilganligi va bu planning davlatning tashqi aylangan yiqilg'iga tayinishni oxirlashtirishni o'z ichiga oldiganligi tilga elingan. Marco Rubio Uyg'ur majburiy emgining oldini olish qonunini qayta o'tirib qo'ygan. Florida xabarlar to'rining 29 yanvardagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu hafta Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bilan birlashib, Uyg'ur majburiy emgining oldini olish qonunini qayta o'tirib qo'ygan. Xabarda deyilishicha, Rubio ishxonasi bu qonun loyihasining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur majburiy emgigi bilan yasalgan tovarlarning Amerikaga kirmasligiga kafolatlik qildiganligini ta'kidlagan. Xabarda yana Amerika hukumatining Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka bog'langan mahsulotlarning import qilinishini cheklab, irqiy qirg'inchilikqa aralashib qolmaslikqa kafolat qilishi va bu vahshiylikni sodir qiluvchilarni javobgarlikka tortishi kerakligi tilga elingan.
Xitoy hukumati chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilardan o'ch olish uchun ularning tuqqanlarini turmaga tashladi. Amerika ovozining 1 fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerika amaldorlari Xitoyning chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilarini qo'rqitish uchun ularning tuqqanlarini terrorlik jinoyati bilan ayblaydiganligini o'tirib qo'ygan. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi Roshan Abbosning ochisi Gulshan Abbos terrorlik jinoyati bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi bu haqda Xitoy hukumatining Uyg'ur faoliyatchilarini qo'rqitish va jimoqtirish uchun chet eldagi Uyg'urlarning vatandagi tuqqanlarini go'ro'ga elib olganligini, Gulshan Abbosning turmaga tashlanishi uning singlisi Roshan Abbos xonimning Amerikadagi aktivligi uchun o'ch elish ekanligini aytgan. Xabarda yana chet eldagi nurg'un Uyg'ur faoliyatchilarining Xitoydagi tuqqanlari go'ro'ga elinish, pul mollari musodir qilinish, jazo lagerlariga elib ketilish, turmaga tashlanish qatorliq jazolarga uchraydiganligi tilga elingan. Uyg'ur faoliyatchilari BBC'ning xabaridan keyin inkos bildirdi. Avstraliyadagi ABC to'rining 3 fevraldagi xabariga qaraganda, Uyg'ur faoliyatchilar BBC to'rining Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida elib berilgan bosqinchilik va qiynash haqidagi xabardan keyin xalqaro jamiyatni harakatga o'tishga chaqiriq qildi. Yaqinda BBC to'ri Xitoydagi lagerlarda jinsiy paragandchilikka uchragan yoki uningga shohid bo'lgan bir qancha ayolni ziyorat qilgan bo'lib, ular o'zlarining lagerdagi kechirmishlari to'g'risida naq maydonda guvohlik bergan. Xabarda deyilishicha, Uyg'ur ayollarining bosqinchilikka uchrash kechirmishini so'zlashning o'limdan qattiq ekanligi va Xitoylarning bu paskash qilmishi Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligining yana bir isboti ekanligini o'tirib qo'ygan. Xabarda Germaniyalik Uyg'ur tadqiqotchisi Adrian Zenizning uchiri bilan ta'minlaganligi sababli Xitoyning ayblashiga uchraganligi tilga ilingan bo'lib, Xitoylarning munosabatlik dokladlari va so'zlarining yolg'on ekanligi o'tirib qo'yilgan. Kishilik huquq masalasi sababli hukumatning savdo qonun loyihasi mag'lub bo'ldi. Angliyaning BBC xabarlar to'rining 3 fevraldagi xabariga qaraganda, to'rdoshlarning Angliyaning kishilik huquqini dafsanda qilgan davlatlar bilan savdo qilishni to'xtatish harakatini qo'llashi bilan hukumat Avom palatasida savdo qonun loyihasi mag'lub bo'lgan. Parlament a'zolari yanvarda elib berilgan bir qator o'zgartishlarni og'dirib tashlagandan keyin Avom palatasi savdo qonun loyihasini ikkinchi qatim o'ylashgan. Xabarda yana yuqori sudga irqiy qirg'inchilikqa hukm qilish huquqi berilish to'g'risida belat tashlanganligi tilga ilingan bo'lib, bu tuzatish 118 ga qarshi 358 belat bilan qo'llashga erishgan. Xitoyning fan-texnik istixborot harakatlari. Amerika Georgetown Universiteti Bexatarlik va yangi texnologiya markazi 2021 yil yanvar oyida Xitoyning fan-texnik istixborot harakatlari nomli bir paj doklad e'lon qilgan bo'lib, 4 bo'limdan tashkil topgan 60 betlik bu dokladda tövendikidek ma'lumotlar mavjud. Xitoy hukumati 60 yildan buyon davlatni taraqqiy qildirish, shundaqla fan-texnika sohasida dunyoga yetakchilik qilish uchun intayin ilg'or bo'lgan fan-texnik istixborot sistemasini qurib chiqdi. Xitoyning bu sistemasi ochiq manbalik istixborotni markaz qilgan bo'lib, fan-texnik istixboroti va ochiq manbalik istixborot sohasida Xitoyning 100 ming nafar xodimi bor. Bu jihatda hech qaysi davlatni Xitoyga selishtirg'ili bo'lmaydi. Ochiq manbalik istixborot har qanday kishi ochiq oshkor ravishda erisha oladigan ochiq manbalarni ko'rsatadi. Xitoy hukumati davlat qurilgandan boshlab ochiq manbalik istixborot va fan-texnik istixborotni to'plashga zo'r darajada ahamiyat berib, buni G'arbning fan-texnikasiga erishishdagi asosli vosita sifatida qo'llandi. Xitoy ochiq manbalik istixborot iqtidorini va fan-texnik istixborot iqtidorini izchil kuchaytirib, bu sohada yillardan beri dunyoning oldida mangdi. Xitoyning fan-texnik istixborot xizmatiga kirishishi 1956-yildagi uzoq muddatli fan-texnika planining o'tirg'i chiqishi bilan boshlangan bo'lib, ayni chog'dagi Xitoy bosh ministri Zhou Enlai bu plan bo'yicha fan-texnik istixboroti va ochiq manbalik istixborot xizmatini kuchaytirishga tutish qildi. Xitoy bu planga yetish uchun ul muassasa qurilishlarini ro'yobga chiqarishga otlandi. Mushu maqsadda Xitoy 1956-yili fan-texnika uchur institutini qurib chiqqan. Keyin bu institutning ismi Xitoy fan-texnika uchur institutiga o'zgartirildi. Shu yili yuqorqi yangilikdan bir qancha oy keyin Xitoy fan-texnika axborot universiteti qurildi.
1959-yili bu universitet Xitoy Fan-texnika universitetiga tava qilingan. Shu yili yana Fan-texnika istixborot idorasi qurildi. 1963-yili davlatlik Fan-texnika istixborot xizmati yig'ini ochildi. 1979-yili Deng Xiaoping Amerika bilan fan-texnika jihati hamkorlik o'rnatish natijasida 4-ni zamonaviylashtirish siyosatini yurgizishga boshladi. 1980-yili 5-qatimliq davlatlik fan-texnika istixborot yig'ini ochildi va uchur manbalarida portlash xarakterlik yangilik yaratish fikri o'tirib qo'yildi. Yig'in chaqilganda Xitoy hukumati fan-texnika istixboroti nomi ostidagi fan-texnika o'g'irlik hunarini 70 yil mobaynida voyaga yetkazib joriy qildirdi. Xitoyda yana Xitoy fan-texnika istixborot tadqiqot o'rni, Davlat mudofaa istixborot tadqiqot o'rni, Xitoy ilm-fan akademiyasi, ilmiy asar atiqalar istixborot markazi, Xitoy fan-texnikani nazorat qilish idorasi o'lchamlashgan istixborot markazi qatorliq organlar qurilgan bo'lib, bu idora organlar va tadqiqot o'rinlarining hammasi degdek Xitoyning chet el fan-texnikalarini nomussizlarcha o'g'irlashni asosan nishon qilgan. Xitoyning fan-texnik istixborot harakatlari nomli bu doklad 4 bo'lakdan tarkib topgan bo'lib, birinchi bo'lakda uchuq manbalik istixborot tunishtirilgan. Ikkinchi bo'lakda Xitoyning fan-texnik istixboroti jihatdagi maydoni yuritib berilgan. Üçüncü bo'lakda Xitoyning fan-texnik istixboroti sohasidagi idora, organ va tadqiqot o'rinlari tunishtirilgan. To'rtinchi bo'lakda Xitoyning fan-texnika istixborotchiligi nazariyasi va amaliy qadamlari muhokama qilingan. Xitoy Xalq Cumhuriyatining kuchli bo'la olishidagi muhim sabablardan biri uning toki qurilgandan hozirgacha istixborot, harbiy aslahalar, iqtisod, siyosat va diplomatiya sohasida zamonaviy ilm-fanni ishga solganligidir. Xalqning kuchli bo'la olmay turib, davlatning haqiqiy kuchli bo'la olmaydiganligini tunib yetgan Xitoy rahbarlari Xitoy xalqining ixtisosli xodimlaridan bo'lish uchun 70-yillarning oxiridan boshlabla har yiliga 10 minglagan o'quvchini Amerika va Yevropa davlatlariga o'qishga chiqargan. O'qishga chiqqan bu o'quvchilarning hammasi degidek bir tarafdan o'qishni yaxshi o'qib, yana bir tarafdan Xitoyning fan-texnika o'g'irligi uchun, jumladan o'z davlatining fan-texnikada taraqqiy qilish uchun chet elning ilg'or fan-texnikasini to'xtovsiz ravishda o'g'irlagan va maxfiy holda davlatiga to'shigan. Minglarcha Xitoy doktorlari chet ellardagi muhim fan-texnika organlarida xizmatchi xodim bo'lib ishga tushib, bu jarayondami o'zi ishlayotgan organ o'tirg'i chiqargan ilg'or fan-texnik kashfiyotini maxfiy ravishda Xitoy istixborotiga yetkazib bergan. Xitoy noqul oldi chet eldan ilg'or fan-texnikani qabul qilish bilan qolmay, ijtimoiy fanlarning har qaysi sohalaridagi muhim nazariya, tadqiqot natijalari qatorliqlarni chala qo'ymay degidek o'zlashtirib, kelgusida dunyoga xo'ja bo'ladigan davlatning ham tabiiy, ham ijtimoiy fanlarda, jumladan hamma jihatda eng ustun davlat bo'lish g'arazini ishga oshirish uchun puxta qadam bilan ilgirlagan. Xitoyning o'z davlatini qudrat topqizib, dunyoni o'z qo'lida o'ynatish yo'lidagi tirishchanliklari, shumliqlari va rasvochiliklari kishini hangtang qoldirmay qolmaydi. Tarixda Osiyo qit'asini titratgan davlatlarni qurgan, dunyoga o'z madaniyatini taratgan Uyg'ur xalqining bugungi ahvoli to'limi echinishli bo'lsa-mu, biroq Xitoy ko'rsatgan tirishchanlikni bizmi ko'rsatib, har bir Uyg'ur eng yuqori ravishda o'zini kuchlantirish, ilg'or bilim texnikalarini egallashga bor kuch bilan otlansa, Uyg'ur madaniyatining taraqqiy qilishi, Uyg'urlarning qad ko'tarish uchun har bir Uyg'ur tirishchanlik ko'rsatsa, bizning hozirgi fojialik holatdan faxrli holat ko'tarilishimiz muqarrar. Xitoyning Uyg'urlarga qarshi YouTube hujumlari. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizgan zulmi qarta, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat degan hukmni chiqargandan keyin Xitoy doiralari texmi g'aljirlashib, butun dunyo miqyosida yangi bir ta'tir tashviqot to'lqinini boshlab etdi. Bu tashviqotni qilayotgan supalarning birisi tövandagi Uyg'urlar hikoyasi, ya'ni Uyg'ur Story degan YouTube kanalidan iborat. Xitoyning bu ta'tir tashviqotlari vatanimizda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlashni maqsad qilgan Uyg'urlarga qartilgan planliq tashviqot urushidir. BBC'ning Uyg'ur qiz ayollarining sistemalik bosqinchilik uchrayotganligi haqidagi xabari hammamizning qalbini yana bir qatim qisos va xo'rlik azobiga to'ldirib etdi. Mundaq ahvolda g'azab va ochiqdan aqlimiz kesilib ketsa, Xitoy maqsadga yetgan bo'ladi. Shunga Xitoyga qarshi urush qilg'ingiz bo'lsa, dushmandan qisos olg'ingiz bo'lsa, bor kuchingiz bilan bu tashviqot jangiga faol qatnashing va tashviqot urushida oldida mengayotgan qarindoshlarni bor kuchingiz bilan qo'llang. Qo'lida telefoni bor hamma qarindoshlarimiz shu kanaldagi videolarning ostidagi dislike, ya'ni yaxshi ko'rmayman degan yerni besib qo'ya oladi. Agar qarindoshlar Uyg'urlarga qarshi har bir video ustidan YouTube'ga ayrim-ayrim arz qilsa, unimiz zo'r bo'ladi. Shu orqali shu videolarni o'chirgizgili bo'ladi. Bu ishni hamma odam qila oladi. Biz bu tashviqot urushining mushu ehtiyojini ko'z tutib, tuvandagi qisqa ko'rsatma filmni dehqonlarga sundiq. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar.
Yuqorida deyilib o'tilgandek Xitoyning chet eldagi tashviqot kanali bo'lgan Uyg'ur Story YouTube kanalini qanday arz qilish to'g'risida aniq sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana qarindoshlar, YouTube kirgandan keyin Uyg'ur Story bu shaklda izlaymiz. İzlagandan keyin bu YouTube kanalına chiqadi. Chiqqandan keyin videolar kiramiz. Videolar kirib, xohlagan bir videoni ochgandan keyin bu shaklda ishlaydi. Birinchilik qilgan ishimiz bu yoqtirmayman degan bu belgini besib o'tamiz. Bu belgini besib o'tgandan keyin undan keyin bu ko'znak kelimiz meniki turkcha bo'lganligi uchun ba'zi so'zlar turkcha deyilib qoldi. Bu ko'znakni bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda bildir, ya'ni bu shakldagi bir ko'znak chiqadi. Buni bosgandan keyin bu yerda bir necha xil ko'znaklar chiqadi. Buning ichidan o'zingizlar xohlaganini bossanglar bo'ldi va yoki men buni tavsiya qilaman. Nefret söylemi. Bunu bosaman. Bunu bosgandan keyin buningki birini seç deydi, birini tanla deydi. Xohlagan birisini tanlab men bunu tanlayman. Nefret veya şiddet teşvik deganda biz vergandan keyin bu yerda chiqqan bu ko'znakdan to'g'ri belgisi qo'yib o'taman. Qo'yib o'tgandan keyin ileri bu ko'znakka o'zimizningki ko'z qarashini yoki arzi gaplarimizni yozamiz. Yozgandan keyin bildir. Bunu biz versek muvaffaqiyatli holda buni biz arz qilgan bo'lamiz.